Assalomu alaykum. Ismim Ozudaxon. Biz aslida Amerika davlatida yashaymiz. O'zbekistonga kelishimizdan asosiy maqsad shu farzandlarimizga sifatli ta'lim va tarbiyani berishni maqsad qilgan holda kelganmiz. Men Topic School maktabiga kelishimdan oldin juda ham ko'p xususiy maktablarni izlanishlar qilganman. Bir kuni yaqin bir insonimiz tomonidan mana shu Topic School'iga ochiq eshiklar kuniga taklif qilindim. Keldim. Endi o'zimcha o'ylagan edim, hozir shunaqa bir savollarni beraman, ya'ni meni ichimda meni o'ylantirayotgan savollarni beraman deb suhbatni kuzatib o'tirdim. Yo'q, suhbat shunaqa ham chiroyli o'tdiki, barcha men bermoqchi bo'lgan savollarga javobni oldim. Men o'yladim, bo'ldi, bu maktab meni farzandlarim uchun ekan. Bo'ldi, men shu maktabni tanlayman deb qaror qildim. Va farzandlarim bu yerga kelgandan keyin ular qiynalishmadi, ya'ni muhitga moslashishga qiynalishmadi. Sababi o'qituvchilari juda ham bir mehribon, xushmuomalali, shirin so'zli. Shu fursatdan foydalanib Nuriman Abdulhasan ustozga va Barno Shukrullayevnaga hamda Shahlo Shukrullayevnaga, shuningdek barcha o'qituvchilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tashakkur sizlarga. Hurmatli va aziz ota-onalar, agar farzandingiz chin komil inson bo'lishini xohlasangiz, ularning xulq-atvori go'zal, tarbiyasi go'zal, ilmi baland, bilimlari kuchli bo'lishini xohlasangiz, ularni yaxshi o'qituvchilar, ya'ni top ekspert o'qituvchilar qo'lida katta bo'lishini xohlasangiz, albatta Topic School'ini tanlang. Sizga shuni tavsiya qilaman.